Ramazon oyida to'g'ri ovqatlanishning 9 ta oltin qoidasi haqida bilasizmi? Sanitariya va epidemiologiya qo'mitasi ushbu muborak oyda to'g'ri ovqatlanish bo'yicha bir qancha tavsiyalarni eslatib o'tdi. Unga ko'ra, taomlanishni xurmodan boshlash eng maqbuli hisoblanadi. Xurmo bu ro'zadorni kun davomida energiya bilan ta'minlaydigan uglevodlarning manbai hisoblanadi. Shuningdek, ko'p miqdorda suv ichish bu ikkinchi muhim qoidadir. Kun davomida chanqamaslik uchun iftordan so'ng saharlikkacha 5 stakan suv ichishga harakat qiling. Chanqatadigan ovqatlar va mahsulotlar saqlaning. Ko'proq meva hamda sabzavotlarni iste'mol qiling, ular organizmning suv zaxiralarini yangilaydi va to'ldiradi. 4-chi muhim qoida: iftorlikni sekin va shoshmasdan qiling. 5-chi, taomingizda barcha kerakli nutrientlar mavjudligiga ishonch hosil qiling. Iftorda oqsillar, sabzavotlar, yormalar, mevalar va hamda foydali yog'lar kabi ovqatlar bo'lishi kerak. Sog'lom ovqatlarni tanlash. Ratsioningizda don, yormalar, tovuq go'shti, yog'siz go'sht, baliq, zaytun moyi va mevalar bo'lishi zarur. Go'sht, dukkaklilar, tuxum va sut mahsulotlari oqsilga boy. Iftordan keyingi shirinliklar qorinda gaz to'planishiga sabab bo'ladi va ovqat hazm qilishini buzadi. Bundan tashqari, u qondagi glyukoza miqdorini ko'taradi. Bu esa shirinliklarga bo'lgan ehtiyojni yanada oshiradi. Shuning uchun iftorlikdan 2-3 soatdan keyin shirinliklarni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Qahva ichishdan ham tiyiling. Ramazon oyida bosh og'rig'i va uyqusizlikka yo'l qo'ymaslik uchun kofe iste'mol qilishni kamaytirishga harakat qiling. Asosiy ovqatlanishingizni 3 qismga bo'ling. 3dan 1 qismi murakkab uglevodlar, 3dan 1 yog'siz go'sht va baliq, qolganlari esa sabzavot. Mana shu oltin qoidalarga amal qilsangiz, siz ham to'g'ri ovqatlanganlar safida bo'lasiz.